Ko'p restoranlarni ochmasdan oldin o'ldirib qo'yish mumkin. Eng xavflisi egasi buni sezmaydi. Bu boshida ochilmasdan oldin ular o'ylashadi, ochib olamiz, keyin yo'lga qo'yib olamiz deydi. Bu xato. Eng muhimi, ochmasdan oldin sizda ekonomik tizim, ichki tizim ular bo'lmasa, siz keyinchalik yoki minusga ishlaysiz. Ili zo'r varianti nolga ishlashingiz mumkin. Shuning uchun oldidan, ochmasdan oldin siz tizimlashtirishingiz kerak ekonomik частini va o'zini ichki tizimini yo'lga qo'yib olishingiz kerak. Sizga hozir bularni aytib o'tamiz, qaysi nimalarga ahamiyat berish kerak. Birinchisi, siz nol to'shganingizni bilmaysiz. Bu degani, siz kun davomida bir kunda restoranni ochsangiz, siz agar bitta odam ham kelmasa, ishga, svetga, gazga yo'qotadigan rasxodingizni bilmaysiz. Bu sizning kunlik nolingiz deb aytiladi. Ikkinchisi, bu sizni konsepsiyangiz sifr tomonlama, analiz tomonlama to'g'ri keladigan emas. Faqat sizni his-tuyg'ungizga bog'liq. His-tuyg'ungiz shunaqa o'ylaydiki, что konsepsiya sizga to'g'ri keladi, yo menga mos keladi deb o'ylaysiz. Uchinchidan, menyuni qanaqa qilasiz? Qanaqa sizga yoqsa. Agar siz uni marjinalniyasini hisoblaysiz, o'zingizga yoqqan narsani qo'yasiz. To'rtinchidan, lokatsiya xato tanlash. Siz lokatsiyani o'zingizga yoqqani uchun tanlaysiz. Siz u yerni odam oqimi yo qanaqa kontingent, sizga mos kontingentmi yo sizga to'g'ri kelmaydigan kontingentmi, uni вообще inobatga olinmaydi. Faqatgina lokatsiya sizga yoqdi, nimadir sabablarga ko'ra va siz shu yerda restoran ochdingiz. Bizlar hozir opitda ko'rib turibmiz, ko'p joylarni lokatsiyasi xato tanlagani uchun 90% случайda bu restoranni minusga, nolga olib keladi. 5-dan, restoran qanaqa qilib pul topish kerakligini tushunmaysiz. Sizda surati bor, kartinkasi tam представление tasavvurida qilasiz qanaqa pul ishlashni, lekin bu sistemada sizda yo'q, qanaqa qilib pul ishlashingiz sistematizatsiya qilinmagan. Muammo shundaki, bu xatolarni osongina to'g'rilab bo'lmaydi. Nimaga desa, konsepsiya уже tanlangan, menyu уже qilingan, komanda уже yig'ilgan, ish уже boshlangan. Bu xatolarni osongina to'g'rilab bo'lmaydi. Bundan keyin siz bu biznesni, ishingizni to'g'ri tizimlab, to'g'ri yo'l направленiyada o'sishga yo'l topa olmaysiz. Ya'niki siz faqat teshiklarni yamash bilan ovora bo'lasiz. Shuning uchun restoranni ochish bu ya'niki faqat ochib o'zini yo'lga qo'yish emas. Bu ochmasdan oldin tizimni to'g'rilab tuzib olish, o'zingizga moslashtirib, shtop keyinchalik siz nolga yoki minusga ishlamasligingiz uchun. Agar siz restoran ochmoqchi bo'lsangiz, pastdagi tugma bo'yicha zaявка qoldiring. Biz sizni konsepsiyangizni, qanaqa направлениеda ochishingizni hammasini to'liq analiz qilib chiqamiz. Sizga ko'rsatamiz, qaysi joyda restoran ochmasdan oldin pul yo'qotishingiz mumkin.